Bu yerda mana avtomat reskalar, g'isht tashish uchun aravalar, pol avtomatlar, mishalkalar, u yerda poddom qoliplar ko'plab miqdorda tayyorlab qo'yilgan. Bu yerda gazoblok, penoblok uskunalari, bu yerda gazoblok ham ishlab chiqarish hozir. Manaqa avtomat liniyalarni ham qo'yamiz. Hozir sizlarga bir boshdan komplektlar tanishtiraman. Penoblok, gazoblok uskunalarini. Burada penoblok uskunasi обычный komplekt. Обычный komplektning narxi $700 joyida. Belida ikki qatorli profilli komplekt. Bu ham обычный hisoblanadi $730. Euro komplektimizning narxi shu bellarda 7 qator usulli variantdagisi buni narxi $800. Manaqa legolik variantlari. Shu Euro legosi bu. $850. Turbalik Lego variantda chiqadigan buni komplekti $900. Vodiy bo'ylab $50 dastavkaga qo'shiladi, O'zbekiston bo'ylab $100 dastavkaga qo'shiladi. O'ntiradigan bochkalar deysizlarmi? Manaqa g'isht tashish uchun aravalar, xonalar bo'lish uchun pergorodkalar, mana zaxira qoliplarimiz bor. Xudo xolasa rang-barang zakasiga qarab bunaqa ranglarni qilib beraveramiz. Bu yerda gazoblok uskunalarni har xil variantlar qo'yilgan. Manaqa avtomat reska qana bo'ladi deganlar uchun manaqa avtomat reskalar, $1,500 ga gazoblok uskunasi deganlar uchun mishalka, ikkita qolip, reskasi, arrasi, suv yo'nkisi bilan bo'ladi. Endi $1,500 ga ham gazoblok, ham penoblok quysa bo'ladigan. Manaqa mini mishalkasi, 3 ta qolipi, suv yo'nkisi, penegenerator, mana ba'da bu yerga tiqilib ketgan, kompressor, mikser, rastor bochkalar bilan gazoblok, penoblok quysa bo'ladi. Manaqa persnet g'isht chiqaradigan manaqa atxotini qayta ishlaydigan gazoblogi bunaqa stanoylarimiz ham bor. Kimga shunaqa penoblok, gazoblok stanoylari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar.